Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, ovozni eshityapsizlarmi? Ovozni. Bedana ishqibozlari, mol ishqibozlari bo'lsa, voh. Yomon qilyaptimi? Bittadan raklar urib qo'yasizlar. Yoniga borsak ham sayraveram? Ha, yo'q. Voh. Shu itlar monolarga qaranglar. Voh, malades. Mana molxonani tomosha qilinglar. Yurtdoshlar, mana bedanalarda qator ilib, ana ishqibozchilik. Qayerda bor bunaqalar? Mola saylayapti. Chicha opto bo'lyapti. Hozir molxona alohida tema, bedana alohida tema. Chicha salqinroq o'tib olay. Ko'rsatib beraman. Qovoqlarni molxonaga ilib, qator qilib mana. 2-3 kun oldin video qo'ygan edim. Qush boquvchilar haqida. Xudo xolasa boshlanishi mana boshlandi. Bedana, yapon tovuq, hali ishqibozlari bo'lsa syomkalar qilamiz deb o'zimiz ukamiz Asaga tumani Qoratepa qishlog'ida bu molxona Erzodbek ukamiz molxonasidamiz. Mazza ekanda, mol ham kayf ko'rar ekanda, mollar ham, ha? Voy, malades. Molxonani qurilishlariga ham e'tibor berasizlar, qadrdonlar. Molxonani qurilishi ham juda bir addishi haligi nimasi ham bo'ladi. O'ta injiqlik bilan qilingan molxona. Necha metr endi, Erzod? Aka, uzunligi 15 metr, 16 metr. Uzunligi 16 metr. Eniga 5 metr. Eniga 5 metr. Ichkarilarni ham ko'rsatamiz. Voh, Pishirishdan qilingan. pishirishlarni urib, mana. O'ta pokiza, o'ta zamonaviy molxonani yorib qo'ygan lekin. Tomosha qilib ham mazza bekarga bedanalar ilinmagan. Hamma joy-joyda. Ikkinchi etajlarni chiqib ham ko'rsataveraman. Qushxona bo'ladi. Ikkinchi etaj qushxona. Qushxona qilamiz. Qoyil. Mana shvet ekan, mana. Bu shvet. Birinchi tumsam. Birinchisi. Birinchi bolasi ekan, mana bolasi ham. Bolasi buqacha. Buqacha. Chiroqliq ekan mana. Bola buqacha. Molxona ham go'zal. Bu yerga baylangan mollar ham tozalari. E'tibor beringlar, mana bosilgan g'ishpollarga ham e'tibor beringlar. Bu oxirdan aytgacha CD tushadigan joygacha necha metr? 260. 2,5 metr ekan. G'ishti ham o'ta afsalar bilan bosilgan ekan. Birinchi stasha qo'yilib, keyin kafelkilakka g'ish bosilgan. Ha, stashkan tepasiga. Stashkani tepasiga kafelkilakka. O kafelkilakka. Birinchi stashkani quyib olib, tepasidan yana kafelkilayga pishgan g'ishti urishgan ekan. Ha, bolani chiroqligini qarang. O shvet ham yana bir ikkita bolali bo'lgandan keyin o'ta ham zo'rib ketadi keyinga. Hozir qo'yxonasiga o'tamiz. Novos ham zo'r ekan. Novos necha yashar? Novos necha yashar bo'ldi? Novos 2 yashar bo'lgan yo'q-a, Novos? 1 yashar ekan mana Novos. Qo'yil ekan. Tuchi? Novosni 1 yashar bo'ladi. Yoshiga to'libdi-da, ha? Ha. Qadrdonlar havas qilganlar bitta-bittadan raklar urib qo'yinglar. Bu yerda sotiladigan narsa yo'q. Prosta hozir kirib qolib
o'zim ham hayvonga qiziqaman. Kirib qolib keyin endi mana obunachilarga erzod bir ko'rsataylik degan maqsadda. Mol boquvchilar, obunachilarimiz ko'p. Molxona qilaman deganlar kelib, mana shu Erzod ukamizda kelib ko'risham, hali ko'rib, o'lchovlarni o'lchab kelsalar bo'laveradi. Asaka tumani Qoratepa qishlog'ida Erzod ukamizning molxonasi. Bo'ladi. Malades. Ama ben onu iş kovazmam, ben şivetki iş kovazmam. Ben şivetki hamma ish qilyapsiz. Bu Birinchi bola hozir xudo olasa 10 ta 12 ta sut beryapti bola bu kadar. bu xunajinlikdan o'z nima qildingizmi, oldingizmi shunday? Buni olganman. Bo'g'ozligida oldim 8 oyligida. Zo'r. Necha pul oldingiz? Sir bo'lmasa. 25,5 million olganman. Yanvar oyida. Gap yo'q. 6-mart kuni tuqqan. Bir ikkita, uchta bolali bo'lgandan keyin yana ham kengayib. Yuvoshligi o'ta yuvosh. Yuvoshligi. Yosh bola ham savo bo'ladi. Buni odam tanlamaydi. Do'pol bolasi. Hozir bu yerda sotiladigan narsa yo'q-ku. Agar o'zimiz xo'jalikka-da narsalarimiz. Mana undan 15 litr sut beradigan sigir, 8 oylik bo'ldi. 15 litr beramiz shu. Ha, hozir 7-8 sut beryapti. Voy malades. Hatto chiqqan yo'q jonim. Gap yo'q. Mana bolasi emasmi mana uni? Yo'q, u- Novas. Enasi Angus uni. Nariga. Ha, enasi Angus bo'ladi. Buni olganman. Gap yo'q. Buni o'zim qayerdan oldim. Necha pul oldingiz? Buni 19 millionga arabadan bir kun buni oldim. Zo'r. Oxirida eni necha ichi? Oxirida ichi 50. İçi 50. Boya? Bo'yi bu yog'i 60, nariyog'i 75, 80 atrofida. Rasxod hisoblaganimiz yo'q bu yerda. To'plardan 80 million pul ketdi. Mana shu yerda 80 ming. Pishirishda hamma yo'q, oxirida ichiga 3 qator armaturasi yo'q. Temir yo'q bo'lib. Gap yo'q. Hamma yo'q, chiroyli bo'lgan mana. To'sirlarda ham bashi abrosini chiroyli qilib qilishgan. Hamma narsa did bilan qilingan. O'zi inja bola. Chiroyli mana. Kimlardir mana bunga turba qo'yadi. Bu bola mana turburchak profillardan qo'ygan ekan. Qadrdonlar kelib molxonani tomosha qiladigan. Videoda qanaqa ko'rinyapti? Lekin molxonaga maza qilib bordim. Molxona alohida tema. Maytdagi bedana qo'g'alarda hozir aptoda qanaqa ko'rinyapti? Bedana qo'g'alar alohida tema. Tepaga chiqib ko'rsataman hozir men. Tepani ham ko'rsataman. Ikkinchi etajda qushxona qilaman deyapti. Bular saylamay qo'ydi. Saylatoni. To'xtagan yo'q. Ikkinchi etaj mana. Ikkinchi etaj ham kengina. Bu yerda qushxona qilaman deyapti. Katalxona qushlarlar. Gap yo'q. Mana uni qaranglar. Qo'g'lar ilingan mana. Ichida bedana. Mana ham bo'lsa kerak. O'ta ham go'zallik, maza. O'ziga sharoitlar qilib olib, maza qilib, Joningdan deb o'tirasiz. sharoitlar qo'yib, Olish bilan o'shayda besib sarim o'tiraman-da. ha, joningdan deb. Ishqibozchilik. Gap yo'q. Haligi kimdir nimaga qiziqadi? Shunaqa ekan hayot. Mana bir narsaga qiziqib hayot kechirish kerak. Malades, mana shu yerda qushxona qilaman deyapti. Bedana, tovuq, qanaqangi qushlar bo'lsa shuni mana shu yerga qilaman deyapti. Men xudo xolasa tutadi, avdorgidaga chiqib ko'rasiz. Inshaalloh. Kelamiz xudo xolasa. Endi men sekin video to'xtatib turib, mana shu yerdan tushib olay. Hop, qo'yxonani ko'rsatamiz. Qo'yxona ham bor deyapti. Nerada? Ustasi o'zingiz. Ya, men qo'y, yo'q qo'ygan. Xo'rozlar, zo'rlar bor, makonlarda. Ha, qo'yxonalar. Avon qo'yimizdan ikkita bor xolos. Bu endi arashan ekan-a? Ha, arashamiz. Avon qo'ydan ikkita bor xolos. Orachilarda ochib shabadan turib qolaman. Chiqishadimi? Ha, chiqishadi.
Qani? Yigitlar. Ikkalasi ham qo'shqar ekan. Yo'q, men tashlaydi. Mayt yopilamaydi ichida. Qo'lozdan ham. Bular so'lor, bo'g'ozini, so'loni bo'g'oz. mana bo'g'ozmi? Na, bu bo'g'oz. Az qoldi, 1 oylik qoldi. Gap yo'q lekin. Shunaqa aylanib ketib turishadi. Mazza. Yana ovozini eshitib, kiratib o'tiraman. Bodamzorlar ham bor ekan. Maytda hozir bedalar chachib o'tmaydilar. Ko'm-ko'k bo'lib yana bir 15-20 kundan beri. Xullas, damni qanaqa qilib olishni biladi. Men kiratib kelib oldim, sasdan qo'yib oling. Tomda o'tirdim, bolish. Pastga tushdi. Gap yo'q. Videoga bittadan layklar urib qo'yasizlar, qadrdonlar. Salomat bo'linglar. Asaka tumani Qoratepa qishlog'idan gapirdik. Foydali video bo'ladi degan umidaman. Ovozingdan o'tiramiz. Deba. Gap yo'q. Mabodo molxona xizmati, molxona qilmoqchi bo'lganlar kelib o'lchamlarni o'lchab menga juda ham yoqdi. Hamma yo'q zo'r atlishni. Kelib maslahat so'rasanglar bo'laveradi. Inshaalloh videomiz manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov.